Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntiraman. Barcha pensionerlar shifokorlik komissiyasidan o'tishga majburlanadi degan gap nimani anglatadi? Kimlar haqiqatdan ham komissiyaga borishi kerak? Kimlar esa xavotir olmasa bo'ladi? Bu ma'lumot har bir pensionerga, nogironligi bor fuqarolarga, ularning farzandlari va yaqinlariga bevosita tegishli. Chunki birgina noto'g'ri tushuncha pensiya to'lovining kechikishiga, hujjatlarning qayta topshirilishiga yoki keraksiz sarson bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun hoziroq diqqat bilan eshiting. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bunday mavzularni oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntirib boraman. Avvalo eng asosiy narsani aniq aytaman. Oddiy yoshga doir pensiya olayotgan barcha pensionerlar birdaniga shifokorlik komissiyasidan o'tishga majbur bo'ladi degan gapni to'g'ridan to'g'ri shunday tushunish xato bo'lishi mumkin. Odatda shifokorlik komissiyasi, ya'ni tibbiy ko'rik va mehnatga layoqatni baholash jarayoni hammaga emas, ma'lum toifadagi fuqarolarga tegishli bo'ladi. Ayniqsa nogironlik pensiyasi olayotganlar, nogironlik guruhi qayta ko'rib chiqilishi kerak bo'lganlar, sog'lig'i bo'yicha imtiyoz yoki qo'shimcha to'lov oluvchilar. Shuningdek, hujjatlarda aniqlik kiritish talab etilgan pensionerlar bu jarayonga duch kelishi mumkin. Oldin ko'p holatlarda pensioner hujjat topshirgan, unga pensiya tayinlangan, keyin esa faqat bank kartasi, yashash joyi yoki ma'lumotlarni tasdiqlash kabi masalalarda murojaat qilgan. Nogironlik bo'yicha pensiya olayotgan ayrim fuqarolar esa belgilangan muddatda qayta ko'rikdan o'tib kelgan. Masalan, kimdadir nogironlik guruhi 1 yilga berilgan, kimdadir 2 yilga, kimdadir esa muddatsiz belgilangan bo'lgan. Muddat tugaganda tibbiy komissiya sog'liq holatini yana baholagan. Hozirgi o'zgarishlarning mazmuni shundaki, tizimda nazorat kuchaymoqda. Ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Tibbiy xulosalar, nogironlik guruhlari, pensiya tayinlash asoslari va imtiyozlar qayta tekshirilishi mumkin. Bu degani har bir pensioner ertaga poliklinikaga yugurish kerak degani emas. Lekin bu degani menga hech narsa aloqasi yo'q deb beparvo yurish ham to'g'ri emas. Chunki ayrim toifadagi odamlar chaqiruv olishi, komissiyadan o'tishi yoki hujjatlarni yangilashi kerak bo'ladi. Birinchi guruh oddiy yoshga doir pensiya olayotganlar. Masalan, erkak kishi belgilangan yoshga yetgan, ish staji bor. Pensiya jamg'armasi orqali unga yoshga doir pensiya tayinlangan. U sog'lig'i bo'yicha emas, yoshi va staji asosida pensiya oladi. Bunday pensioner odatda shifokorlik komissiyasidan o'tishi shart emas. Uning pensiyasi kasallik darajasiga bog'liq emas. Agar u 18 yoshda bo'lsa, 35 yil ishlagan bo'lsa va oddiy pensiya olayotgan bo'lsa, tibbiy komissiya uning pensiyasini belgilash uchun asosiy shart bo'lmaydi. Ikkinchi guruh, nogironlik pensiyasi olayotganlar. Mana shu guruh eng e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki nogironlik pensiyasi aynan sog'liq holati, mehnatga layoqat darajasi, kasallik oqibatlari va tibbiy xulosa asosida beriladi. Masalan, yer 2 yoshli ayol ikkinchi guruh nogironligi bo'yicha pensiya olayotgan bo'lsa, unga nogironlik muddati 1 yilga belgilangan bo'lishi mumkin. Agar o'sha muddat tugasa, u qayta komissiyadan o'tishi kerak. Komissiya uning holati yaxshilanganmi, o'zgarmagan yoki og'irlashganmi, shuni baholaydi. Natijada guruh saqlanishi, o'zgartirilishi yoki ayrim holatda bekor qilinishi mumkin. Uchinchi guruh yoshga doir pensiya olsa ham, qo'shimcha imtiyoz yoki nogironlik maqomi asosida qo'shimcha to'lov olayotganlar. Masalan, 63 yoshli pensioner yoshga doir pensiya oladi. Lekin shu bilan birga nogironligi borligi uchun dori-darmon, sanatoriy, kommunal imtiyoz yoki boshqa yordamdan foydalanadi. Bunday holatda uning asosiy pensiyasi yoshga doir bo'lishi mumkin. Lekin ayrim imtiyozlar tibbiy xulosaga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun u ham chaqiruv kelsa, e'tiborsiz qoldirmasligi kerak. Birinchi misolni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi 70 yoshli otaxon 12 yildan beri yoshga doir pensiya oladi. U oddiy pensiyachi, nogironlik guruhi yo'q. Qo'shimcha tibbiy imtiyozlar asosida to'lov olmaydi. U barcha pensionerlar komissiyadan o'tadi degan gapni eshitib vahimaga tushadi. Aslida bunday otaxon avvalo o'z mahallasida pensiya bo'limi yoki ishonch telefonidan aniqlashtirishi kerak. Agar unga rasmiy chaqiruv kelmagan bo'lsa, pensiyasi nogironlikka bog'liq bo'lmasa, u shifokorlik komissiyasiga majburiy tarzda bo'lishi ehtimoli juda past. Ikkinchi misol, 58 yoshli ayol 3-guruh nogironlik pensiyasi oladi. Unga nogironlik 1 yil muddatga berilgan.
hujjatida qayta ko'rik sanasi 2025 yil mart oyi deb yozilgan. Ayol bu sanani unutadi, komissiyaga bormaydi. Natijada uning nogironlik maqomi tasdiqlanmagani uchun to'lov vaqtincha to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Keyin u yana poliklinikadan yo'llanma oladi, tahlillar topshiradi. Mutaxassis shifokorlardan o'tadi, komissiyaga hujjat kiritadi. Bir oy yoki undan ko'proq vaqt sarson bo'lishi mumkin. Mana shuning uchun men har doim aytaman. Nogironlik muddati yozilgan hujjatni alohida saqlang va qayta ko'rik sanasini oldindan belgilang. 3-misol, 4 yoshli erkak yoshga doir pensiya oladi. Lekin avval ishlab chiqarishdagi jarohati sababli qo'shimcha tovon yoki imtiyoz olgan. Uning hujjatlarida kasb kasalligi, mehnat jarohati yoki sog'lik bo'yicha alohida xulosa mavjud. Bunday odamga ma'lumotlarni yangilash, tibbiy hujjatlarni tasdiqlash yoki komissiya xulosasini qayta ko'rsatish talabi kelishi mumkin. Chunki bu holatda oddiy yoshga doir pensiyadan tashqari boshqa asoslar ham bor. 4-misol. Bir fuqaro 2-guruh nogironlik pensiyasi oladi. Lekin oxirgi yillarda davolanish hujjatlari yo'q. Poliklinikaga muntazam bormagan, kasallik tarixi yangilanmagan. Komissiya chaqirganda u, men 10 yildan beri shu kasalman deydi. Lekin komissiya og'zaki gapga emas, tibbiy hujjatlarga qaraydi. Kasallik tarixi, shifokor yozuvlari, tahlillar, statsionar davolanish dorilar ro'yxati, rentgen, MRT, UZI, kardiogramma yoki boshqa tekshiruvlar bo'lishi kerak. Agar hujjat bo'lmasa, odam haq bo'lsa ham isbotlash qiyinlashadi. Bu jarayonning sababi bir nechta. Birinchidan, davlat pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni tartibga solmoqda. Kimga qancha to'lanmoqda? To'lovning asosi nima? Hujjatlar to'g'rimi? Imtiyoz haqiqatdan ham amaldagi holatga mosmi? Shu narsalar tekshiriladi. Ikkinchidan, elektron bazalar kengaymoqda. Pensiya organlari, tibbiyot muassasalari, fuqarolik holati, yashash manzili, bank ma'lumotlari o'zaro solishtirilishi mumkin. Uchinchidan, ayrim hollarda eski hujjatlar eskirgan. Ayrim xulosalar qo'lda yozilgan, ayrim ma'lumotlar bazaga kiritilmagan bo'ladi. Shunday vaziyatlarda pensionerdan hujjatlarni yangilash so'ralishi mumkin. Men buni jazolash deb emas, tizimni aniqlashtirish deb tushuntiraman. Lekin amaliy hayotda bu jarayon odamga noqulaylik tug'dirishi mumkin. Ayniqsa yoshi katta, yurishi qiyin, qishloqda yashaydigan, hujjatlarni yig'ishda qiynalgan pensionerlar uchun bu jiddiy masala. Shu sababli har bir oila o'z uyidagi pensionerlarning hujjatlarini bir marta tekshirib chiqish kerak. Agar siz faqat yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, nogironlik pensiyasi yoki sog'liq bo'yicha alohida imtiyozga bog'liq to'lov olmayotgan bo'lsangiz, siz uchun asosiy xavotir yo'q. Lekin baribir pasport yoki ID karta ma'lumotlari, bank kartasi muddati, yashash manzili, pensiya daftarchasi yoki elektron ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. Chunki ba'zan muammo komissiyada emas, oddiy ma'lumot xatosida chiqadi. Masalan, bank kartasi muddati tugaydi, pensioner buni bilmaydi, pul tushmay qoladi. Yoki yashash manzili o'zgargan, lekin pensiya organiga xabar berilmagan. Odam esa pensiyamni to'xtatishdi deb o'ylaydi. Agar sizga hech qanday rasmiy xabarnoma kelmagan bo'lsa, pensiya bo'limi. Mahalla yoki poliklinika sizni chaqirmagan bo'lsa, internetdagi har bir xabarga ishonib vahima qilmang. Rasmiy manbadan tekshiring, telefon qiling, mahallaga boring. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki tegishli tashkilotlarning rasmiy kanallardagi ma'lumotlarni ko'ring. Eng yomon yo'l bu mish-mish asosida shifoxonaga borib, navbatda turib, keyin sizga umuman kerak emasligi ma'lum bo'lishidir. Endi eng muhim nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, nogironlik muddatsiz berilgan bo'lsa ham, ayrim holatlarda hujjatlar tekshirilishi mumkin. Bu har doim qayta komissiya degani emas, lekin ma'lumot aniqlashtirilishi mumkin. Masalan, fuqaroning nogironlik guruhi muddatsiz, lekin bazada eski ma'lumot noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Bunday paytda hujjatning asl nusxasi yoki nusxasi so'raladi. Ikkinchi nozik jihat, komissiyaga bormaslik avtomatik tarzda pensiyadan butunlay mahrum bo'ldi degani emas. Lekin vaqtida bormaslik to'lovlarning kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa nogironlik guruhi muddatli bo'lsa, muddat tugaganidan keyin tasdiq bo'lmasa, tizim to'lovni davom ettirishga asos topmasligi mumkin. Keyin hujjat to'g'lansa, ayrim holatlarda qayta hisob-kitob bo'lishi mumkin, lekin odam bir necha hafta yoki oy pulsiz qolish ehtimoli bor. Pensiyon uchun esa bir oy pensiyasiz qolish juda og'ir. Dori kerak, oziq-ovqat kerak. Kommunal to'lov bor. Uchinchi nozik jihat,
Komissiya faqat kasallik nomiga qarab qaror chiqarmaydi. Masalan, ikki odamda ham yurak kasalligi bo'lishi mumkin. Lekin birida kasallik yengil nazoratda, dorilar bilan holati barqaror. O'zi yuradi, ishlash imkoniyati qisman saqlangan. Ikkinchisida esa tez-tez xuruj bo'ladi, nafas qisadi, yurak yetishmovchiligi bor, kasalxonaga yotib chiqadi. Kasallik nomi bir xil bo'lsa ham, oqibati va mehnatga ta'siri farq qiladi. Shuning uchun komissiya tahlil, shifokor xulosasi kasallik tarixi va funksional cheklovlarni ko'radi. 4-chi nozik jihat, odam o'z holatini to'g'ri tushuntira olishi kerak. Komissiyaga borganda kasalman deyish yetarli emas. Qachondan beri kasal, qanday davolangan, qaysi dorilarni ichadi, qanday ishlarni qila olmaydi, kunlik hayotda nimaga qiynaladi, buni aniq aytish kerak. Masalan, men yura olmayman degandan ko'ra, millimetr yursam nafasim qisadi. Zinadan 2-qavatga chiqa olmayman. Har oy kardiolog nazoratidaman. Oxirgi marta falon sanada shifoxonada davolandim deyish ancha aniq. 5-chi nozik jihat. Hujjatlardagi kichik xato katta muammo tug'dirishi mumkin. Familiya bir joyda boshqacha yozilgan, tug'ilgan sana noto'g'ri, pasport seriyasi eski, kasallik xulosasida muhr yo'q, shifokor imzosi tushmagan. Yo'llanma muddati o'tgan bo'lishi mumkin. Komissiya bunday hujjatni qabul qilmasligi yoki qayta to'ldirishni so'rashi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni topshirishdan oldin birma-bir tekshirib chiqing. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Avval uyda pensionerning barcha hujjatlarini bir joyga yig'ing. ID karta yoki pasport, pensiya hujjatlari, nogironlik guvohnomasi yoki komissiya xulosasi, tibbiy kartadan ko'chirmalar, shifoxonada davolangan bo'lsa epikrizlar, tahlil natijalari, dori retseptlari, mutaxassis shifokor xulosalari, bank kartasi ma'lumotlari alohida papkada tursin. Hujjatlar tarqoq bo'lsa, kerakli vaqtda topilmaydi. Keyin nogironlik xulosasining muddatini tekshiring. Unda qayta ko'rik sanasi bo'lsa, o'sha sanadan kamida 1 oy oldin tayyorgarlik boshlang. Poliklinikadagi oilaviy shifokorga yoki tegishli mutaxassisga boring. Mening nogironlik qayta ko'rigim yaqinlashyapti. Kerakli tekshiruvlar va yo'llanmani rasmiylashtirishim kerak deb aniq ayting. Shifokor sizni kerakli mutaxassislarga yuboradi. Agar pensioni yura olmasa, og'ir holatda bo'lsa, uyda yotgan bo'lsa, buni ham rasmiy tartibda aytish kerak. Shunchaki onam yura olmaydi deb qolmang. Poliklinikaga murojaat qiling. Uyga shifokor chaqirish, uy sharoitida ko'rik yoki maxsus tartibda hujjat tayyorlash imkoniyatini so'rang. Har bir hududda tartib biroz farq qilishi mumkin, lekin og'ir bemorlar uchun amaliy yechim so'rash kerak. Buni farzandlari yoki yaqinlari bajarishi mumkin. Agar sizga komissiya kelish haqida chaqiruv kelsa, chaqiruvdagi sana, vaqt, manzil va kerakli hujjatlarni yozib oling. O'sha kuni faqat pensionerning o'zi emas, imkon bo'lsa hujjatlarni tushunadigan farzandi yoki yaqin qarindoshi hamrohlik qilsin. Chunki yosh katta odam hayajonlanib, savollarni tushunmay qolishi yoki kerakli gapni ayta olmasligi mumkin. Hamroh odam hujjatlarni ko'rsatadi, savollarga aniqlik kiritadi, shifokor tavsiyalarini yozib oladi. Agar komissiya qaroridan norozi bo'lsangiz, og'zaki janjal qilish foyda bermaydi. Rasmiy tartibda qaror nusxasini so'rang. Nima sababdan bunday qaror chiqqanini aniqlang. Yetishmagan hujjatlar bormi? Qo'shimcha tekshiruv kerakmi? Shuni bilib oling. Keyin belgilangan tartibda yuqori komissiyaga yoki tegishli organlarga murojaat qilish mumkin. Arizada hissiyot emas, faktlar yoziladi. Qaysi kasallik, qaysi hujjatlar, qaysi sana, qaysi xulosa nima bilan rozi emasligingiz. Men yana bir narsani alohida aytaman. Hech kimga pul bersangiz komissiyadan o'tkazib beraman degan gapga ishonmang. Bunday va'dalar xavfli. Birinchidan, pulingizdan ayrilishingiz mumkin. Ikkinchidan, hujjatlarda muammo chiqsa, javobgarlik sizning zimmangizga ham tushishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l qonuniy hujjat, haqiqiy tibbiy xulosa, rasmiy murojaat. Eng ko'p uchraydigan xato shuki, odam qayta ko'rik sanasini o'tkazib yuboradi. Bu ayniqsa qishloqlarda, yolg'iz yashaydigan pensionerlarda ko'p uchraydi. Farzandlar boshqa shaharda ishlaydi. Pensioner xatni tushunmaydi yoki hujjatni yo'qotadi. Natijada to'lov kechikadi. Shuning uchun har bir oilada bitta odam pensioner hujjatlari uchun mas'ul bo'lgani yaxshi. Ikkinchi xato eski tibbiy hujjatlar bilan borish. Masalan, odam 2021 yildagi MRT natijasini olib boradi, lekin hozir 2025 yil. Komissiya hozirgi holatni ko'rmoqchi bo'ladi. Eski hujjat kasallik tarixi uchun kerak, lekin yangi tekshiruvlar ham zarur bo'lishi mumkin. Uchinchi xato shifokor nazoratida bo'lmaslik.
Ayrim odamlar kasal bo'lsa ham yillar davomida shifokorga bormaydi. Faqat komissiya yaqinlashganda yuguradi. Tibbiy tizimda esa muntazam kuzatuv muhim. Agar sizda surunkali kasallik bo'lsa, vaqti bilan shifokorga ko'rining, dori yozdiring, tekshiruvlardan o'ting. Bu faqat pensiya uchun emas, sog'lig'ingiz uchun ham kerak. 4-xato. Internetdagi har bir xabarga ishonish. Hamma pensionerlarni tekshirishadi. Pensiyalar to'xtatiladi. Komissiyadan o'tmagan odam pul olmaydi. Kabi gaplar ko'pincha qo'rqitib yuboradi. Aslida har bir holat alohida ko'riladi. Sizning pensiyangiz turi, hujjatingiz, nogironlik muddati, imtiyozingiz bor yo'qligi muhim. Demak, men bugun asosiy fikrni aniq aytdim. Barcha pensionerlar bir xil tartibda shifokorlik komissiyasidan o'tadi deb vahima qilish kerak emas. Lekin nogironlik pensiyasi olayotganlar, nogironlik guruhi muddatli bo'lganlar, sog'liq holati asosida imtiyoz yoki qo'shimcha to'lov olayotganlar juda e'tiborli bo'lishi kerak. Hujjatlarni tekshiring. Qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubormang. Poliklinika va pensiya organidan rasmiy ma'lumot oling. Komissiyaga tayyor hujjatlar bilan boring. Men tavsiya qilaman. Bugunoq uydagi pensionerning hujjatlarini ochib ko'ring. Pensiya turi qanday, nogironlik muddati bormi? Qayta ko'rik sanasi yozilganmi? Tibbiy hujjatlar yangimi? Bank kartasi ishlayaptimi? Hammasini tekshiring. Shu oddiy ish keyinchalik katta muammoning oldini oladi. Sizning hududingizda pensionerlarni komissiyaga chaqirish bo'yicha qanday holatlar bo'lyapti? Siz yoki yaqinlaringiz shunday chaqiruv oldingizmi? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringiz bilan ulashing. Bu masalada xabardorlik juda muhim.